agar bugun yana sevgi haqida beraman. Bugun sevib qolsangiz, mobodo ostanovkada achigan xonim yegan bo'larmidingiz? Ajoyib savol. Endi sevib qolishim juda qiyin. Nimaga? Sevgi Allohdan-ku. Nimaga ishonch bilan aytyapsiz? Nima uchun? Yo'q, umidim yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Umid. Yo'q. Sevgisiz Sevgi yashash- borasida. Sevgisiz yashash mumkinmi? Baribir Endi atrofdan kelib chiqib gapiraman. Xo'p. Shart-sharoitimdan sevgim yuragimni Alloh band qilgan, masalan, yaratganga bo'lgan sevgi, uni rozi qilish, Xo'p. Allohni sevish, insonni sevishsiz sodir bo'lmaydi. To'g'ri. Juda ko'p inson, men insoniyatni sevaman bir inson o'laroq. Lekin bir erkakka bo'lgan sevgi masalasida men gapirishni ham xohlamayman hatto. Shu darajada ko'nglim og'ringan, qolgan. Tushundim. Tobora hafsalam pir bo'lib boryapti. Sevgidan. Sevgidan. Lekin biz ayolmizda Albatta. sevishga majburmiz. Sevmasak yasholmaymiz. Mayli, kimga qanaqa.